uylanaman deyotganlarga zo'rsan. Bunaqa sansh faqat menda bo'ladi. O siz aytgan shansh qanaqa Hurkaroyxon? Zo'r. Qanaqa shansh? Ko'rsataymi? Ko'rsatasizmi? Ketdik. Ketdi yo'masa. Mashta ko'rib turgan 3 ga 4 gilamlaringni Emil gilam nomidan kuyov bolaga berib yuboramiz. To'ppa to'g'ri gapirdi. Ikkitasini bepulga berib yuboramiz. Bunaqa shansh haqiqatan bo'lmagan do'stlar. Qayla buni sharti nima deydiganlar uchun Emil gilam obunachilari 11 mingta bo'libdi. Qani bugun 27-aprel sanasida turibmiz. 7-maygacha Emil gilamlari 15 mingta bo'lgan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan ikkita gilamlarni mutlaqo bepulga berib yuboramiz. Bu gilamdan ko'ryapsiz, arzon gilam emas, hammasi 1 million tevasida toza sakti gilamlari bo'ladi. Emil gilamga srochniy o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyga chiroyli so'zlar yozib qo'yinglar. Emil gilam haqiqatan nomeradi. Ostilarga bitta nima borligini ko'rsataman. Qani Emil gilamlarda 1200 xildan o'rta gilamlar bor deyapti. Bu gilam bazasida o'zini narxida, bu degani baza narxida beriladi. Bu joyda haqiqatan narxlar realniy arzon. Siz keling, bir qator xarid qiling, teng ishonasiz. Hozir sizlarga ming marta gapirganimda baribir ishonmaysiz. Bu joyda sizga aytganimdek baza narxida beradi. Bu joyda lokasiyasiga keladigan bo'lsa, hozirgi lokasiyasini ko'rsataman. Qani bu joyda manzilga keladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumanini ko'pchilik biladi. Toshloqdan, Savda tarafdan, Qo'qonliq tarafga kelganlarni Tabrasdan ko'pchilik biladi. Bag'i Varzadan kelish, bag'i Devodan kelish. Turib turgan chap qo'llarni Emil gilam bazasi bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar, lokasiyani tashlab berishadi. Mana shu videoda gilam oqtarib yurgan do'stlarni tashlab beringlar. Kommentariyaga o'tib obuna bo'lishni eslatib qo'ying. Emil gilam sizlarga o'sha ikkita gilamni mutlaqo bepul beradi. Sog' bo'linglar.